Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz SAP platformasi bo'yicha birinchi qo'llanma darslarini chiqarishni boshlaymiz. Demak, bugun qanday qilib ro'yxatdan o'tish va qanday qilib test ishlash haqida gaplashamiz. Hammasi juda ham sodda. Buning uchun biz akkaunt ochishimiz kerak bo'ladi. Saytga kirib olganimizdan so'ng mana shunday interfeys chiqadi va qanday testlar borligini ushbu bo'limda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va istasak mana bu tugma bilan create account yoki mana bu tugma bilan create account qilishimiz mumkin. Bosamiz create account va mana register. Register qilish chiqadi bizda. Username bo'lishi kerak sizda. Username boshqa odam foydalanmagan bo'lishi kerak. Keling, foydalanilmagan username bo'lishi kerak va email ham istalgan email kirishingiz bo'ladi bu yerga. Mana bu yerda xato qilib qo'ydik. Foydalanilmagan degan usernamedan foydalanyapmiz biz. Va mana bu yerga ham email kiritishimiz kerak bo'ladi. Email kiritamiz. Undan so'ng esa biz parol kiritishimiz kerak bo'ladi. Parol ham murakkab bo'lishi kerak. Harf, raqam va belgilardan iborat, kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Va mana create account bosganimizdan so'ng mana kiramiz, saytga kirib oldik. Mana shunday interfeys chiqadi va istalgan testni mana bu free unvonidagi yoki free deb nomlangan istalgan testni open test tugmasini bosish orqali ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana aytaylik, mana bu testni ishlamoqchimiz va albatta komment yozishni ham unutmang. Men uchun bu juda ham qiziq. Shuning uchun fikringizni albatta yozib qoldiring. Testni ishlab bo'lgandan so'ng mana save tugmasini bossangiz bir marta sayt yangilanadi va kommentingiz qabul qilinadi. Va mana open test tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda ushbu interfeys hosil bo'ladi. Bu yerda sizning vaqtingiz 70 daqiqa vaqt, 44 ta savol va savollarni mana bu yerdagi ABCD orqali belgilab ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana chap tomonda esa sizni savolingiz turadi. Va Desmosni ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana katta ekranda siz uchun Desmosni ishlatib qo'yganmiz. Istalgancha foydalanish ham mumkin. Imtihondagidan ekran jihatdan juda kattaroq, bu nisbatan kattaroq imtihonnikidan. Bemalol ishlatish uchun mana shunaqa kattalikdagi Desmosni qo'yib qo'yganmiz. Va ishlab bo'lganingizdan so'ng mana javoblarni belgilab chiqamiz. Javoblarni. Mana ochiq testlar ham bor, yopiq testlar ham bor, hammasi bor. Mana belgilab javoblarni belgilab bo'lganingizdan so'ng oxirida mana hamma javobni belgilab chiqdik va oxirida submit tugmasini bossangiz sizni baholab beradi. Mana 200 ball, chunki men birorta savolga to'g'ri javob bermadim. 7 ta javob beriladi va 7 tasini hammasi xato. Shuning uchun menga 200 ball chiqarib berdi va oxirida mana siz bu testda 0 ta savol to'g'ri bajardingiz, 7 ta savolda xato qildingiz. 37 tasini bo'sh qoldirdingiz. Umumiy aniqlik 0% deb tahlil qilib beryapti bizni test ishlash darajamizni va back home qilib ortga qaytishimiz mumkin bo'ladi va keyingi testlarni, ixtiyoriy testlarni ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kelgusi video qo'llanmalarda biz profil, career mode, score kalkulyator va duel bo'limlarini tushuntirib o'tamiz. Va bizda eng foydali joyini aytib o'tsam, mana bu ikkalasi foydali, eng foydalisi, chunki bu yerda 101 ta savol bor va bu mana shu aprel oyi yakuniga qadar savollar soni 500 taga yetadi va bu 500 ta 44 tasi sizga random tarzda tushadi. Ya'ni 500 ta savoldan taxminan bir 30 ta yoki 35 ga yaqin turli xil mock testlar ishlashingiz mumkin. To'g'ri, ba'zi savollar takrorlanadi, lekin bu deyarli cheksiz mock testlar degani bo'ladi. Va mana shunaqa qilib o'z darajangizni ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Bepulga. Mana bu testlarni ishlash bepul. Kelgusi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salom.